Rap har doim qotilliklar, otishmalar, zo'ravonliklar, narkotiklar, xullas gangsta hayotini ochib beruvchi janr bo'lgan. Toki 2007-yil 11-sentyabrgacha. Bu sana 50 Centni balabolga aylantirgandi va butun gangsta rap obro'sini yer bilan bitta qilgan. Hozir to'liqroq tushuntirib beraman. Undan oldin like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Gangsta rap haqida gapirarkanmiz, 2000-yillar boshida 50 Cent bu janr qiroli edi. Kachok, boshida dyuraga, bo'ynida tilla zanjirlar, naq 9 to'q yeb ham tirik qolgan odam. Aynan shu 9 to'q yeb ham tirik qolgani uni yanada mashhur qilgandi va odamlar uni gangstaligiga ishongan. Shu mavzularda aytgan uning ommaviy debyut albomi Get Rich or Die Trying 2003-yilning eng ko'p sotilgan albomlaridan biri edi. Birinchi haftaning o'zida u naq 872 ming nusxada sotiladi. 2005-yildagi The Massacre albomi bo'lsa, birinchi haftaning o'zida naq 1 ming nusxada sotiladi. Va bu streaming servislar yo'q era uchun juda katta raqamlar. Tasavvur qilishingiz uchun hozirgi o'rtacha rapper birinchi haftalik sotuvi 200 ming bo'lsa, bu normalniy degani. 50 Cent bu ikki albomida asosan qizlar, jinoyatlar, narkotik, xullas gangsta hayotini ochib beradi. Jumladan In the Club, Candy Shop kabi qo'shiqlarni siz aniq eshitgansiz. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Aynan bulardan keyin 50 Cent sharmandali yurishini boshladi. Endigi navbat biroz hissiyotlar bilan o'ynashib, o'zini odamlarga tanishtirish. 50 Cent aslida kim bo'lgan, nimalar qilgan, xullas o'zini tanishtirish edi va u 2007-yil Curtis albomini yozadi. Albomning nomidan ham bilish mumkinki, bu shaxsan o'zi haqida, chunki Curtis uning asl ismi. 50 Cent albom ustida 2007-yilda bahor oylarida ishlashni boshlagandi. Yozda bo'lsa teaser qilib, aniq sanani belgilaydi. 11-sentyabr. Shu payt sahnaga Pushti Polo bilan Kanye West kirib keladi. U o'rtacha rapper uchun juda ham nefrlik qilardi, chunki rapperning qo'pol yuzi, oversize kiyimlari va albatta o'zi qilgan jinoyat haqida qo'shig'i bo'lish kerak edi. Lekin Kanye'ga Kanye trilogiyasini yaratish uchun o'zining Graduation albomini yozayotgandi. Albom asosan orzular, ichki hissiyotlar, muvaffaqiyat sari yo'l, xullas yaxshi mavzularda edi. Lekin u paytdagi gangsta obrazidagi rapperlar Kanye'ni jiddiy qabul qilishmasdi. Sen ukam bir qo'lingga pichoqmi, bir pistoletmi ushlab odam o'ldirib ko'rmagansan. Nima keragi bor rap etib? Lekin Kanye'ga u ham Graduationni yozda teaser qildi. Albom chiqish sanasi bo'lsa 18-sentyabrda, toki 50 Cent o'zinikini aytmaguncha. 11-sentyabr. Kanye buni eshitib, darhol albom sanasini 11-sentyabrga ko'chiradi va shu yerda haqiqiy jang boshlanadi. Asli beatmaker bo'lgan Nefer butun boshli gangsta rapga qarshi. Lekin Kanye bu raqobatga do'stona qaradi. U qanaqadir kesatik gaplamas, takoy respekt saqlab gapirardi. Lekin 50 Cent bunga juda jiddiy qaradi. U butun boshli gangsta rap obro'sini shundoq o'rtaga qo'yib, shu gaplarni aytdi. Agar Kanye'ning albomi birinchi haftada menikidan ko'proq sotilsa, men boshqa solo, ya'ni yakkaxon albom chiqarmayman. Put like this, let's raise the stakes. If Kanye West sells more records than 50 Cent on September 11th, I'll no longer write music. Deydi va bu juda jiddiy gaplar edi. Lekin 50 o'ziga ishonardi, bundan oldingi ikkita albomi uyaltirib qo'ymagan. Media buni haqiqiy shov-shuv qila boshladi. Rolling Stone jurnallarining bosh sahifasigacha chiqdi. Albomlar chiqishidan 2 kun oldin 9-sentyabr kuni VMA Awards marosimi bo'lib o'tdi. U yerdagi ikki jangchining bunday turishi marosimni ko'rkiga aylandi. Absolute cinema. Va nihoyat biz kutgan kunlar keldi. 11-sentyabr. Albomlar chiqdi. Bu xuddi saylovdek edi. Odamlar disk magazinlarga faqatgina ikkita tanlov bilan borishardi. Qadrli mijoz, siz Graduation tanlaysizmi yoki Curtis? Shu tarzda bir hafta umuman do'konlar tinmadi. Natijalarga ko'ra Curtis 691 ming nusxada, Graduation bo'lsa 957 ming nusxada sotilib, yaqqol ustunlik bilan Kanye West g'alaba qozondi. Natijalar chiqqan kuni GQ jurnalining 50 yilligiga bag'ishlangan yopiq partiyasida Kanye West shu gaplarni aytdi. Bu hip hop uchun ajoyib kun. 50 Cent, sen meni eng yaxshi asarimni yozishga majbur qilding. Rahmat senga. Chempion bo'lish uchun boshqa chempionni yer tishlatish kerak, deb mikrofonni tashladi. 50 Cent esa Yevropada bo'ladigan bir qancha konsertlarini bekor qiladi. Bunga sababni charchoq deb aytgan bo'lsa ham,
Mag'lubiyat hissi uni bunga majburlardi. 50 Cent yana shu gaplarni aytgandi: "Menga sovrinlar emas, menga chek muhim" degandi. Lekin raqamlar ko'rsatib turibdiki, Kanye nafaqat ko'proq sovg'a qildi, balki Grammy'da yilning eng yaxshi rep albumi nominatsiyasida ham g'olib bo'ldi. 11-sentyabr hip-hop ixlosmandlari tomonidan shunday eslanadi. Bu sana rasman gangsta repining o'lgan kuni edi. Endi u oldingiday aktual emas. Chunki o'yinga Kanye West qo'shildi. 50 Cent bo'lsa, agar Kanyening albumi menikidan ko'proq sotilsa, boshqa albom chiqarmayman degan bo'lsa ham, yana albomlar chiqarishda davom etdi. Кто он? Balabol! Graduation bu hip-hop madaniyati uchun eng muhim burilish nuqtasi edi. Bu shunday albomki, rep faqat jinoyatlar, otishmalar haqida emas. Rep orzular, ichki hissiyotlar, muvaffaqiyat sari yo'l, o'zingga bo'lgan ishonch haqida ham bo'la olishini isbotlaydi. Va aynan shu albom sababli rep yanada mainstreamga aylandi. Chunki odamlarga qora tanlilar jinoyatidan ko'ra motivatsiya beradigan, o'ziga ishonchi oshiradigan qo'shiq qiziqroq. Va bu ishni Kanye West qildi. Hozir siz sevib eshitadigan Drake, Travis Scott, Juice WRLD, yana bir qancha reperlar aynan Kanyening izidan ketishyapti. Kanye West musiqa tarixidagi eng buyuk artistlardan biri va men buni sizlarga isbotlashda davom etaman. Men Jalol, tanimasangiz endi tanidingiz.